Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz AdinExpert'dan xatosiz ro'yxatdan o'tish va pul chiqarish tushuntirib o'taman. O'rnatganimizdan keyin AdinExpert'ga kiramiz. Bu yerda ro'yxatdan o'tish, kirish bor. Kirishga o'tamiz. Bu yerda kirishga o'tganingizdan keyin 4 bosqichda ro'yxatdan o'ting deyapti. Biz esa bir bosqichda ro'yxatdan o'tamiz. Tez va oson. Bu yerda birinchisi mamlakat deyapti, O'zbekistonda turibdi. Ikkinchisi valyuta so'mda turibdi o'zi. Uchinchisi bonusni tanlang deyapti. Bonusni kazinoga olsangiz ham bo'ladi, sportda turibdi. Promokod degan joyiga bir x chiziqcha 1421 xuddi shunday kiritasizlar. Mana bu yerda pastgisini ptichka qilamiz. Bu yerda barcha ma'lumot to'ldirib bo'lganlaringizdan keyin pastga tugmani bosamiz ro'yxatdan o'tishga. Bu yerda kapcha chiqadi, kapchani belgilaymiz. Ptichka qilamiz. Bu yerda nima aytilgan bo'lsa, o'shani belgilaymiz bu yerdan. Yana chiqsa yana bosamiz. Bosib bo'lganlaringizdan keyin tasdiqlash tugmasini bosamiz. Bu yerda yana avtomobil deyapti. Avtomobil belgilaymiz. Yana chiqsa yana belgilaymiz. Bosib bo'lganimizdan keyin tasdiqlash tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, akkauntimizga ham kirib oldik. Buni galereyamizga saqlab qo'ying. Akkaunt chiqib ketgudek bo'lsa mabodo shuni tersalangiz bemalol kirishi mumkin. Keyingisiga o'tamiz. Bu yerdan birinchi qiladigan ishimiz menyuga o'tamiz. Mana burchakda. Mana tepada ID, shaxsiy ma'lumotlar deyapti. Shu yerga bosamiz. Bu yerdan qalamchani bosamiz. Shaxsiy ma'lumotlar to'ldiring deyapti bu yerda. Mana bu yerda o'zingiz haqingizda barchasini to'ldirib chiqasizlar. Pul to'ldirishda, pul chiqarishda muammo bo'lmaydi. O'zingizga qulay. Keyin tasdiqlashni bosamiz. Ma'lumotlar to'ldirib bo'lganingizdan keyin mana bu yerda keyin o'zingiz ism familiyangiz chiqadi. Bemalol keyin hisob to'ldirishga o'tsalaringiz ham bo'ladi. Mana bu yerda kulish turibdi. Pul to'ldirish, pul chiqarish ikkalasi yonma-yon turibdi. Bemalol chiqarib kirsalaringiz bo'ladi keyin. Mana bu yerda o'yinlarga keladigan bo'lsak, mana bu yerda gamis o'yinlari, kazino, sport. Uchalasidan xohlaganiga kirib bemalol nima qilishingiz mumkin. Gamis o'yinlarini ko'rsatib o'taman. Kazinoda masalan sotib olib o'ynasalaringiz ham bo'ladi buni. Bemalol. Hammasi barchasi bor mana. Bemalol. Mana bu yerga pul chiqarishga keladigan bo'lsak, qaysi kartadan kirgizgan bo'lsangiz o'sha kartaga
ro'yxatdan chiqarasizlar. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa layk bosib obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.